Malika domla boshla. o'qib tarjimasini o'qib ketishim kerakmidi? Mhm. التعارف والتحيات. tanishish va salomlashish. Marhaban, salom. Mm, Ahlan, xush kelibsiz. Ismun, ism, al'an, hozir. Shukran, rahmat, muallimun, muallim. Tabibun, shifokor, shurtiyun, militsiya xodimi. Tolibun, talaba, sodiqun, do'st. Haqibatun, sumka. Bahrun, dengiz. Baidun, uzoq. Qoribun, yaqin. Baytun, uy. Kalimatu dars, darsning so'zlari. Davomini o'qib keltiraymi? تعبيرات الدرس المقيم. Ta'biratu dars. Kayfa hal? Ahvollaring qanday? Bixoyrin? Yaxshi, alhamdulillah, alhamdulillah. Saidun bi liqoyik. Uchrashganimdan xursandman. Va ana aydon, men ham. Ila liqo, um, ko'rishguncha. Ma'assalama, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahlan va sahlan. Xush kelibsiz yoki tanishganimdan xursandman. أحسن. مرحبا أهلا وسهلا. Marhaban da rohbun so'zdan olingan. Ya'ni buni biza salom degan ma'noda ham aytishimiz mumkin yoki xush kelibsiz deyishimiz ham mumkin va shunaqa ishlatiladi ham. Nega desa, chunki bu o'zi bitta ma'noga cheklamaydi. Marhaban degani biz tarafdan kenglik bor degani siz uchun. Bu degani Hmm. bemalol kelavering, mehmondo'stmiz degan ma'nodada. Mana men tarafdan sizga kenglik bor, kelavering degan ma'noda. Ahlanda ham, ahlan va sahlanda ham xuddi shunaqa. Ahlan ahil bo'lib keldingiz degani. Ya'ni begona bo'lib kelmadingiz degani. Sahlan yengil keldingiz. Og'irlik olib kelmadingiz bizga degani. O'shaning uchun ahlan va sahlanni ham salom deb tarjima qilsak ham bo'laveradi, xush kelibsiz deb tarjima qilsak ham bo'laveradi. Kontekstga qarab ma'nosini qo'yaveramiz. Endi e'tibor berib ketadigan joyimiz imtihonga tayyorlanyapmiz. Hozirdan bilib ketaylik. Qat'iy hamza va vasliy hamza degan narsa bor. Bizda qat'iy hamza o'qiladi, vasliy hamza esa o'qilmaydi. Agar vasliy hamza bilan boshlansa, u holatda o'qiladi, lekin boshqa so'zga qo'shilsa o'qilmaydi. Yozuvda ham ko'rinadi qat'iy hamza, vasliy ko'rinmaydi. Masalan, ahlanda mana bu hamza qanday hamza? Qat'iy Qat'iy. hamza. Qat'iy hamza. Ismun kalimasidachi? Vasli hamza. Vasli. Vasli. Ismlarda vasli hamzalar ismlarda 10 ta ismga cheklanadi. Uni keyin yana o'tamiz. O'shalardan biri ismun so'zi. Fe'llarda 5 tadan ko'proq bo'lgan fe'llarda vasli hamza bo'ladi. Uni ham o'rnida ko'rib ketamiz. Hozir ismun so'zi demak bilishimiz kerak. Vasli hamza bo'ladi. Ikkilik qilsakchi? Ismani Ismanimi? desak. Bunda vasli hamza bo'ladi. Bu ham ismun, isnani. Ismanida ham vasliligicha qoladi. Asmaun desakchi ko'pligi. Qat'iy hamza bo'ladi. Unda qat'iyga o'tib Qat'iy. qolar ekan. Aliflomni alifi. Undachi? Vasli hamza. Unda ham vasli. Tushunarli-a? Hop. Chunki al deb o'qiymiz-da uni ham ba'zida. Lekin o'zidan oldin boshqa narsa keladigan bo'lsa nima qilamiz? O'qimasdan o'tib ketamiz. Hop. Endi liqoun so'ziga qaraymiz. Mana bu yerda saidun bi liqoik deganimizda liqoika deganda mana bu yerda nimani ustiga yozildi bu? Qat'iy hamza. Hamza. Qat'iy hamza liqounda qat'iy hamza. Hop. Lekin Nuqtalarsiz ni- yana. Nuqtalarsiz yana ustiga yozildi. ya uni nabiroyam deyiladi. Xullas, yani ko'rinishi go'yoki bu o'shani ustiga yozildi. Liqoik deganimizda demak bu kasra bo'lgani uchun bu ko'rinishda yozildi. Tushunarli-a? Nabiro deyiladi mana shu harf. Bizni tushunishimiz uchun nuqtasiz ya. Nuqtasiz yaga nima qilinar ekan? Yozilar ekan. Qachon desa, o'zi kasra bo'lib turgani uchun, o'zi kasra bo'lib turgani uchun.
Lekin undan keyin yana mana kafga qo'shilgani uchun. Lekin alohida ko'rinishda bo'lib qolsa-chi, ila liqoga o'xshab, unda alohida hamza ko'rinishda yozilar ekan. Buni qoidasini hozir shoshilib e, qiziqmanglar. Shunchaki e'tibor bilan qarab ketinglar. Liqoika deganimizda qo'shilgani uchun bu ko'rinishda yozildi. Alohida yozilsa, mana bu ko'rinishda yozilar ekan. Tushunarli-a? Imtihonda o'ta muhim va ko'pchilik chalg'iydigan masalalardan biri hisoblanadi. Hop, Ustoz, labay. o'zma shu hamza vav ya alif bilan keladi. Har xil holatda keladi-da. Mhm. Boshida, o'rtasida, oxiriga qarab kelish holati bo'yicha o'zgaradi. Nima bo'lib? Alif bilan, ya bilan keladi, vav bilan ham keladi-ku hamza. Aha. Shuni qayerdan bilamiz bitta shu harf bilan kelayotganini? Shu yodlab Ha, bilamiz. hozir shundoq ko'rib ketasizlar. Keyin qoidasini o'tganinglarda yaxshi qoladi. Chunki bittada qoidasini aytib ketadigan bo'lsa, hozir chalg'ib ketadi. Masalan, mana qoidasi kuchli harakatga qaraydi. Kuchli harakatning darajasi eng kuchlisi kasra, keyin domla, keyin fatha bo'ladi. Agar eng kuchli harakat kasra keladigan bo'lsa, o'zi kasra bo'lsa yoki oldi kasrali bo'lsa, unda o'sha boyagi nabira yana ustida yoziladi. Agar o'zi kasra bo'lib turib, undan oldin doma kelsa ham yana ustida yozilsa, shu yerda o'zida miya chalkashib ketadi. Nima? Qanaqa? Qachon deydi. O'shaning uchun hozir ko'rgan so'zlarimizni o'zida ajratib ketaveramiz. Masalan, mana bitta unzur. Unzur u qanaqa fe'l? Qara, bu ham vaqti hamzali. Uchta harfli fe'lni nimasi? Buyruq shakli. Uchta harfli fe'lni buyruq shakli. Demak, uchta harfli fe'llardan buyruq shaklida nima bo'lar ekan? Vasli hamza keladi. Unzur, iftah, idri va hokazo ketaveradi. Ila harflarda demak qat'iy hamza. Ajibchi. Ajib bu qanaqa fe'l? Javob ber. Mu'tal. Amr fe'l. Bu ham amr fe'l. Qaysi bobni fe'li desa, bu af'ala bobini fe'li. Af'ala bobi qaysi desa, anzala, akrama, ajlasa, shunga o'xshagan fe'llar. Mana shu fe'llar bizda grammatik jihatdan zamonaviy o'sha lug'atlarni anaqasida, boblarida bu 4-bob deb ataladi. 4-bob. Endi bizda masalan yodlanishi bo'yicha mazidlarda bizda o'zimizda ko'p tarqalgan jadval bo'yicha mazidlarda 1-bob. Mujarratlarni qo'shsa 7-bob deyiladi. Har xil biznikida o'sha kim qanaqa o'rganganiga qarab o'zgarib ketadi, lekin hozirgi lug'atda ko'rinadigan bobi bor o'zini. Zamonaviy o'sha darsliklarda mana shu boblar bilan yuritiladi. 4-bob hisoblanadi bu. Yana ham osonroq, masalan, raqamlarga agar cheklamaymiz desa, yana ham oson qilamiz desa, af'ala bobi. Af'ala ko'rinishdagi fe'llar. Mana shu bobda nima bo'lar ekan? Moziy fe'li ham, amr fe'li ham qat'iy hamza bilan bo'ladi va mastari ham qat'iy hamza bilan bo'ladi. Masalan, ajaba fe'lidan olinganda bu ajib, ajaba fe'li. Qat'iy hamzami, vasli hamzami? Qat'iy bo'lsa kerak. Qat'iy hamza. Ajaba. Ajib, amr shakli. Qat'iymi, vaslimi? Qat'iy. Aha. Ijabatun mastari. Qat'iymi, vaslimi? Qat'iy. Akroma. Qat'iy bo'ladi. Ikroma. Ikromun. Bu ham qat'iy bo'ladi. Akrim. Qat'iy. Bu ham qat'iy. Mana shu kechagi imtihonda ham tushdi menga. Undan oldingisida ham manimcha tushgandi. Akrim fe'li bor-da o'sha yerda. Qaysi biri qat'iy hamza degan. Akrim bor, izhab bor. Masalan, ijlis bor, yana nimadir fe'l bor deylik. O'sha yerda mana akrimni nima qat'iy hamzaligini bilib olsak bo'ladi. Tushunarli-a? Lekin unzurga o'xshagan uchtalik fe'llarda nima bo'lar ekan? Vasli. Har safar hamzani o'qiyotgan paytinglarda qanaqa ko'rinishda kelganini mulohaza qilib ketinglar. Tushunarli-a? Qani matnni o'qing.
Man Kim davom eting o'qiyotgan? ustoz. Kim o'qiyapti, Malika domla? Aha. Basim. Marhaban, ismi Basim. Salom, ismim Basim. Abdullah. Ahlan Basim. Salom Basim. Va ana Abdullah. Man Abdullahman. Yoki men esa Abdullahman. Basim, kayfa haluka? Ahvollaring qanday? Abdullah, bixayrin valhamdulillah. yaxshi, alhamdulillah. Basim, ana saidun biliqoyika ya Abdullah. Men yaxshi, ana saidun. Men ko'rishganimdan xursandman, ey Abdullah. Abdullah va ana aydon men ham. Mhm. Yaxshi. Hop. Odiljonova Madina. Shu yerdan ustoz. O'qidim. اسمي اسم دولة دولة مدينة شهر استمع واقرأ كيف حالك Vaqra, mana أحوالك shu joyda. Istami'. Qanday hamza bu yerda? استمع بوصل همزة Vasli hamza. Demak, agar u bilan boshlansa kasra beramiz, agar u bilan boshlanmasa o'qimaymiz so'zni. Vastami', masalan, vav bo'lsa oldidan vastami'. Lekin hech narsa o'zidan oldin, shuning uchun istami' deymiz. Iqrodachi, unda qanaqa? اقرأ دايم بيردايم وصل همزة Bunda ham vasli. Demak, istami' va iqro demaymiz. Nima deymiz? Istami' وقرأ vaqra. Vaqra. shunday. Hop, muzakkar va muannasga bo'linibdi. Birinchi man matnni o'qib Muzakkarda olaring. ma'qul bo'ladi. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Ismi Mazin va anta masmuk. Mening ismim Mazin va sizning ismingiz nima? Ismi Husam. Mening ismim Husam. Min ayna anta? Qayerdansiz? Ana min Mag'ribi va min ayna anta? Men Mag'ribdanman va siz qayerdansiz? Ana min Suriya. Men Suriyadanman. Fursatun sa'idatun ya Mazin. Tanishganimdan xursandman ey Mazin va ana aydon men ham. كيف حالك أحوالingiz qanday بخير والحمد لله الحمد لله yaxshiman masmuka ismingiz nima ismi Mazin ismim Mazin min ayna anta qayerdansiz ana min mag'rib men mag'ribdanman fursatun saidun tanishganimdan xursandman va ana aydon muannasa bo'lsa kayfa haluki ahvolingiz qanday bixayr valhamdulillah alhamdulillah yaxshiman masmuki ismingiz nima ismi Nur ismim Nur. Min ayna anti? Qayerdansiz? Ana min Lubnan. Men Lubnandanman. Fursatun sa'idatun. Tanishganimdan xursandman. Va ana aydon. Men ham. Yaxshi. Ummu Abdullah. Sabahul khayr, xayrli tong, sabahun nur. Bu ham xayrli tong ma'nosida. Kayfa haluka, ahvolingiz qanday? Bixayrin valhamdulillahi va anta. Allohga hamd bo'lsin, yaxshiman va senchi? Bixayrin valhamdulillahi. Allohga hamd bo'lsin, yaxshiman. Masmuki, isming nima? Ismi Ya, za masmuka. masmuka, isming nima? Ismi Zabidun va anta. Zaid. Ismim Zobit. Zabit emas, Zaid. Kattalashtirib oldim endi. Isming Mahmud, ismim Mahmud. Min ayna anta ya Mahmud? Qayerdansan ey Mahmud? Ana minal Urdun, min madinati Ammani. Ammana bo'ladi. Men Urdundanman, Ummon shahridan. Man haza? Bu kim? Haza sadiqi Yashirun huwa min Misra. Bu do'stim Yosir va u Misrdan. Ahlan va sahlan, xush kelibsiz. Ahlan bika, xush ko'rdik. Saidun biliqoik, ko'rganimdan xursandman. Va ana aydon, va men ham. Ma'assalama, salomat bo'ling. Yaxshi. Mana bu yerda va ana minal imarati min madinati Dubay shu qolib ketdi. Va men ya'ni Dubaydanman. Birlashgan Arab Amirliklaridanman.
Dubay shahridan. Yaxshi. Endi bu yerda ham mana ko'rib ketinglar. Urdunda ham, Imarotda ham qanaqa hamza bo'lar ekan? Qat'iy Qat'iy. Imaratda. Ana bilan Urdunda aydonda ham ham qat'iy. Qat'iy hamza. bularda ham qat'iy bo'ladi. Yaxshi. Sattora va Mashhura. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. عائشة صباح الخير. Aisha emas. كيف حال؟ ما دي أستاذ؟ Aisha emas deyman. عائشة Aisha. Ko'pchilik shu Aisha deydi. Aisha. عائشة صباح الخير كيف حالك؟ أنا بخير بس تمام. صباح الخير نور صباح النور كيف حالك؟ بخير والحمد لله وأنت؟ خير لي خير ليكون. keyingisi ahvoling qanday? Bexo'r alhamdulillah va ant. Men yaxshiman va senchi? Ana bexo'r men ham yaxshiman. Masmuki isming nima? Ismi Nur, ismim Nur va anti seniki. Ismi Aishatu, ismim Oysha. Min ayna anti ya Nur? Qayerdansan ey Nur? Ana min Suriya, men Suriyadaman, min Dimashqo. Damashqdan va anti senchi? أنا من مصر من مصر دانمان من القاهرة قاهرة ما عملك كسبين ما عملوا معلمة في المدرسة وأنت يعني معلمة بالإسلام مكتب ده وسنتي أنا طالبة في الجامعة من طلبة من universiteti في السنة الثالثة uchinchi kursda. أنا سعيدة بلقائك. Sen bilan tanishganimdan xursandman va ana aydon men ham. Yaxshi. A'malu muallimatan. Mana shu joyda ham qanaqa qoida bor desa, ishlayman deganimizda, mana men ishlayman desam, kim bo'lib deb savol berasizlar, to'g'rimi? Men ishlayman deganimda bir mubhamlik, noaniqlik paydo bo'ldi. O'sha noaniqlikni ketkazish uchun nima qilamiz biza? Kasbni Ma'lum. aytishimiz kerak bo'ladi. Va mana shu kasbni Tamiz. aytayotgan paytimizda biza fathali holatda aytamiz. Bu grammatik jihatdan tamyiz deyiladi. Lekin uni hozir masalan bilmasangiz ham, aynan shu a'malu deganda qanday ishlataman desa, a'malu degandan keyin kasbingizni aytayotgan bo'lsangiz, nasb holatda deymiz, fatha bilan keltirasiz. A'malu muallimatan. Sizlarga beriladigan grammatika darslarining orasida tamyiz mavzusi bor, alohida videosi. Keyin undan tashqari biza o'sha Miftahut Tanal kursida tamyiz mavzusini ko'rib, yana ichida grammatikaga doir testlarni ham ko'rib chiqqanmiz. Birinchi o'sha amaliy nahvni darsidan ko'rsanglar tamyizni tushunarli bo'ladi. Lekin unaqa zaruriy emas. O'sha ehtiyojga qarab tartib bilan ko'rib ketsanglar ham bo'ladi. Lekin tamyiz nima degan savol qiziqtirsa, o'sha aynan tamyiz darsini olib ko'rib olsanglar ham bo'laveradi. Hop, tushunarli. Demak, a'malu muallimatan deganimizda, muallimatan deganda biz go'yoki o'sha a'malu degan jumlamizdagi noaniqlikni ko'tarayotgan bo'lamiz. Va shu tufayli fathali holatda keltiramiz. Bu endi grammatikaning qoidalaridan biri. Hop, yaxshi. Jo'ray va Mahbuba. معهد مؤسسة أتكلم gapiraman لغة til قليل oz faqat أخرى boshqa بلد shahar جنسية millat قلم qalam darastu o'rgandim sharibtu ichdim غرفة xona mat'amun restoran kabirun katta musafirun musofir mut'abun charchoq madinatun shahar qalilun oz kursiyun kursi. Bu yerda qalilun emas, oxirgisi qadimun. Qadimun Qadimun eski. eski.
mut'abunni nima dedingiz? Charchoqmi? Charchoq dedim. Charchoq emas, mut'abun charchagan. Mut'ibun bo'lsa Charchagan. nima bo'ladi ma'nosi? Mutaaybun bo'lsa Hmm, charchoqmi? yo'q. Hmm. Charchovchi, charchagan kishi bo'ladi. Mut'ibun yo'q, charchatuvchi bo'ladi. At'aba, Mm. at'aba charchatmoq degani-da o'zi. Hmm. Mut'ibun bo'lsa charchatuvchi bo'ladi. Masalan, amalun mut'ibun deyishimiz mumkin. Hmm? Charchatadigan ish. Mut'abun bo'lsa charchagan bo'ladi. Tushunarli-a? Endi Hmm. e, charchashni o'zi nima bo'ladi desa, charchamoqni o'zi taiba. Taiba charchagan. Charchadi to'g'rirog'i. E, Taibun deb turib ham charchaganga ishlatsak bo'ladi. Taabunni o'zi nima desa, u charchoq endi. Taabun charchoq. Demak, charchoq nima ekan? Taabun. Ta'ab. Charchadi, taiba. Mutaaybun. Yo'q. Ta'ib. Charchadi, taiba. Hmm. Charchadi, taiba. Taibun charchagan. Taabun charchoq, taibun charchagan. Mut'abun ham charchagan. Mut'abun bilan taibun sinonim. Mut'abun charchagan, taibun ham charchagan. Mut'ibun esa nima ekan? Charchatuvchi. Oson tushunishinglar uchun taiba fe'li charchadi degani. At'aba fe'li esa charchatdi. Charchatdi bo'ladi. Taiba charchadi, at'aba charchatdi. Charchatdi. Endi at'aba charchatdi bo'lgandan keyin mut'ibun ismi foili charchatuvchi bo'ladi. Mut'abun ismi maf'uli Charchagan. Charchatilgan. charchagan bo'ladi. Tushunarli-a? Ma'hadunni nima dedingiz keyin? Muassasa dedingizmi? Muassasa institutga odatda ishlatiladi. Institut bilan ma'hadun bilan jamiatunni farqi nimada? Jamiyatun universitetmi? Universitet bilan institut farqi nimada? Universitetdan har xil yo'nalishli fakultetli Har xil bo'ladi. yo'nalishda bo'ladi. Institut esa bir narsaga Yo'naltirilgan. bir narsaga cheklangan bo'ladi. Masalan, til universiteti, til emas, til instituti deylik, universitet emas, til instituti bo'lsa, u yerda tillar faqat o'rgatiladi. Lekin universitet deganimizda til ham bo'ladi, buxgalteriya ham bo'ladi, handasa ham bo'ladi, ketaveradi. O'qing. أهلا بكم في المعهد. Barchangiz xush kelibsiz. Institutga deb tarjima qilamiz endi. أنا راشد معلم اللغة العربية. Roshid emas, Roshid. رشيد. Men arab tili muallimi Roshidman. Mana shu joyda mualliman bo'lmaydimi? Muallima. Shunaqa bo'lish kerak emasmi? Boyagi qoidani o'rgandek-ku. Yo'q. Kasb kelsa-ki biz fathali qilib yubormaymiz. A'maludan keyin kelsa nima qilamiz? Fathali qilamiz. Bu yerda a'malu degan fe'l kelmayapti. Ana Rashidun muallimu deyapti. Muallimul lughatil arabiyya. Bu yerda a'malu degan fe'l kelmadi. A'malu fe'ldan keyin bo'lsa, a'malu mualliman derdik. Xo'p. Keyin ahlan bika ya ustaz. Xush ko'rdik ey ustaz. Ey ustoz. أنا براين. اسم Brian. أنا براين من الأمريكية. من أمريكا براين مان. أتكلم اللغة الإنجليزية والفرنسية وقليلا من العربية. من إنجليز tilida va fransuz tilida va ozgina arab tilida gaplashaman. أنا زرينة من بريطانيا. من بريطانياdan زرينة مان. أتكلم اللغة الإنجليزية
فرنسية Farisiya. والهندية. فارسية. Men ingliz tilida u farisiya qanaqa til? Fors. Fors tilida va hind tilida gaplashaman. Ana Michael من كندا. من كندا مايكلمان أتكلم اللغة الإنجليزية فقط. Men faqat ingliz tilida gaplashaman. Ana Maria min إسبانيا. من إسبانيا ماريا أتكلم اللغة الإسبانية والإنجليزية وقليلا من الإيطالية. من أنا إسبانيا وإنجليزية وأوزغنا إيطاليانچada gapiraman. أهلا بكم جميعا. Barchangiz xush kelibsizlar. Yaxshi. Abdullayeva Kamaraxon. لغة لغة تل طالب طلبة طالبة طلبة قز جنسية ملت شارع كجا صديق دوست دولة عاصمة poytaxt. باكر صباح النور. هاي boshdan qo'li. صباح الخير كيف حالك؟ خيرلي tong ahvolingiz qanday? صباح النور أنا بخير. هل أنت طالبة جديدة في الصف؟ خيرلي kun men yaxshiman. Siz yangi sinfdagi yangi talabamisiz yoki kursdagimi ustoz? Yo, sinf. sinfdagi yangi talabamisiz? نعم اسمي كارمين وأنت ما اسمك؟ ha ismim Karmin va sizning ismingiz nima? اسمي بكر. أهلا وسهلا بك في صف اللغة العربية. ismim Bakir. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz sinfga, arab tili sinfiga xush kelibsiz. Karmin. أهلا بك xush ko'rdik. أنا أمريكية men amerikalikman. وأنت ما جنسيتك va sizning millatingiz nima? أنا إندونيسي men indoneziyalikman. أين تسكنين qayerda yashaysiz? أين تسكنين يا أنيسة؟ أنيسة كارمين. men indoneziyalikman. Qayerda yashaysiz? Karmin. Xonim. Anisa. 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 Xonim. Anisa. Xonim degan. Xonim. Karmin xonim qayerda yashaysiz? أسكن في العاصمة دمشق في المدينة القديمة. Damashq poytaxtida yashayman. Qadimiy shahar bo'lgan Damashq poytaxtida yashayman. Haqqon to'g'ri. Ana أيضا أسكن Yo, في rostdan. دمشق Haqqon rostdanmi yomonmi? حقا رستم. أنا أيضا أسكن في دمشق القديمة شارع مدحت باشا. مدحت باشا ko'chasi qadimiy Damashqda. Men ham qadimiy Damashqda yashayman. Karmin. Fursatun sa'idatun Said Bakir. Tanishganimdan xursandman Bakir janob. Va ana aydon Anisatu Karmin. Va men ham Anisa Karmin xonim. Yaxshi. Fursa saida o'zi lug'aviy ma'nosi nima desa, yaxshi imkoniyat, yaxshi fursat deganda, baxtli fursat. Endi nimaga bunga tanishganimdan xursandman deb aytishimiz kerak desa, chunki bu fursat siz bilan tanishuv uchun yaxshi bo'ldi degan ma'noda. Bo'lmasam, yaxshi fursat bo'ldi desa g'alati chiqadi-da ma'nosi. O'shaning uchun tanishganimdan xursandman deb tarjimada biz o'zbek tiliga moslashtirganda aytaveramiz. O'shaning uchun va ana aydon dota men ham dota. Yaxshi fursat desa men ham demaydi-ku, men ham yaxshi fursatman demaydi-ku. Demak, bu yerda orqasida o'zi ma'nosi nima desa, yaxshi fursat bo'ldi emas, balki tanishganimdan xursandman degan ma'no chiqib keladi.
yaxshilanma. Ee, Karimjonova Dilafruz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Birinchi A, kartochkadan ichini o'qib, keyin oxirida pastigisini aytasiz. Xo'p bo'ladi. A, Ismi Kamalun Abdullah. عمري 30 عاما. عمل معلم. بلد سوريا. جنسية ذكر. اسمه Faqat ismi كمال umri emas bu yerda. Al ismu ism Kamol Abdullah. Al umru umr demak yosh. قدس Mhm. 30 عاما. العمل معلم. كسب أختي. البلد سوريا. من شهر سوريا. الجنسية Yo'q, egalik yo'q. Kasb o'qituvchi. Shahar Suriya, davlat Suriya. Mhm. جنس ذكر. Mhm. Bir pastini ham to'ldirib ketaveraymi shunikini. Endi pastini to'ldirib aytasiz. كمال عمره 30 عاما. هو يعمل معلم. Muallim, هو معلم. muallim, man. Nega desa, chunki fe'l kelyapti. fe'ldan keyin kelyapti. A'malu, ya'malu, ta'malu deb kelsa, nasb holatda aytamiz. Hop. هو من سوريا. وسوريا ده. الاسم أحمد صابر. اسمه أحمد صابر. العمر عمره 40 عاما. 40 yosh. العمل طبيب. ish nima edi? Shifokor. البلد أردن. Urdun. شهر أردن. أردنلي. الجنس ذكر. millati zakar. Ahmadu Ya millat umruhu. emas, jinsiya bo'lsa millat. Jins desa, u o'zini jinsi, yani erkak kishimi, ayol kishimi. Zakar erkak, unsa ayol. Ayol. Xo'p. Ahmadu umruhu 40 عاما. هو يعمل طبيبا. هو من أردن. Yaxshi. Hop, Muhammad Islom domla davomdan qiling. اسم فاطمة محمد باكر. آه شو يدش عمره آه 35 عاما. عمل ربة البيت. بلد مصر. وجنس الأنثى. اسم فاطمة محمد باكر. yoshi 35da. Ishi mayli. Uy bekasi deydimi? Uy bekasi. Misr shahri Misr. Haligi esa ayol kishi. Pastgisini ayting. Fatimatu umruhu Umruhu emas, umruha. Umuruha yoki umruha ikkalasidan bo'ladi. umruha 35 yosh bo'ladi. Xamsa va salasuna atf bilan bo'ladi. 35. هي تعملون ربة البيت. تعمل emas, hiya ta'malu تعمل robbata baytin. Kelyapti-ku. بيت. ربة بيتي. هي من مصر. Hop, keyingisini ham qilavering. الاسم روية الحمد. Hammad. حمد. العمر 37. Ya, 8. 8. 38. العمل مديرة مدرسة. البلد سودان. الجنس أنثى. اسمه روية محمد.
Umri 38 yosh. Ishi maktab direktori. Shahri Sudan. Va jinsi ayol kishi. Rostingdan ayt. Roviyatu umruha ثمانية وثلاثون. Mhm. هي تعمل مديرة المدرسة. هي من السودان. Mhm. Yaxshi tamam. Hop. Xoliqa va Mahsuma. لبس. Mhm. القسم الأول قراءة طلاب حول العالم. أولا المفردات وبرنشمان مفردة سوزات لقب فاميليا هوايات هوايات Hobby. قبيس عمر يوش مدينة شهر جنسية ملة لغة الكل. ثالثا أسئلة نفوت تمحيزية. ثاني شو Bila shart emas. Islamiyam مش barqaror. نعرف. Matndan boshlab o'qiring. مرحبا، اسمي منير، لقبي حميد، أنا من ليبيا، مدينتي ب- بنغازي. Benghazi. بنغازي عمري 18 سنة. سنة المساء أنا طالب في جامعة ينغازي في كلية التاجرة. هوايتي الرسم تاجرة بس. والصيد. تجارة. تجارة. هوايتي الرسم والصيد. أتكلم اللغة العربية والإيطالية. سلام، اسمي منير، فاميليا حميد من شالي بيوميمان و غزا نغازي شهردان. نما شهر؟ يوشم نغاز شهردان. Nag'oz emas, Beng'ozi. Bu bi harfi jar emas. Beng'ozi. Beng'oz shahrida bo'lsa kerak. Endi bizda o'zbek tilida Beng'oz shahrida. بنغاز شهردان يوشم 18 من مدى universiteti o'sha Bang'ozi. Bang'oz nimasida universitetida savdo yoki yangicha nimada savdo fakultetida o'qiydida degan. Va uni hobbisi rasm chizish va Meni ov qilish ekan. hivoyat, meni hobbilarim deb. Meni hobbilarim rasm chizish va ov qilish. Atakalimga gapiraman arab tilida va italyanchada. Yaxshi nomla. Hop, Ahmedi va Adolat. اسمي عايشة، لقبي دمير. اسمم عايشة، لقبم يعني فاميليام دمير. أنا تركية، من تركياليكمان. مدينتي إزمير، شهرم إزمير. عمري 21 سنة. ياشم 21. أنا طالبة في كلية العلوم الإسلامية في جامعة أنقرة. من Anqara universitetining Islom ilmlari fakultetida tolibaman. هواياتي التصوير والخط العربي. أتكلم التركية والعربية وقليلا من الألمانية. Hobbilarim rasmga olish, arab xattotligi. Men
arabchada, turkchada va ozmoz nemischada gapiraman. Yaxshi qilyapman. Hop, Mohira Hikmatulloh. اسمي عبد الله اسمي عبد الله لقب دليمي اسمم عبد الله لقب دليمي أنا من العراق من العراق من مدينة بغداد شهر بغداد عمري 26 سنة ياشim 26 yoshda أنا مهندس من مهندس من هواياتي الموسيقى ورياضة كرة القدم qiziqishlarim ya'ni hobby موسيقى وفوتبول o'ynash. أتكلم اللغة العربية عرب tilida gapiraman والإنجليزية وقليلا من الفرنسية وإنجليز tilida va ozgina fransuz tilida. Yaxshi. Hop, Saudat domla ham bormidi? Bismillah nima ekan? Bizga Saada profildan yozgan. Hop, ketamini? Kirdim deb yozib turay. Samsung profili. o'qirib Ismingiz nima edi? Saodat. Saodat. Bo'ldi. O'qiring. Keyingisi ismi Abdullah. Yo, Shunga buni keldikmi? o'qidilar. Karlaga keldilar. Keyingisi ismi Karla laqabi ريفيرس عمري 24 سنة أنا من بريطانيا مدينة لندن جنسيتي بريطانيا أنا أستاذة أنا أعلم اللغة الإنجليزية هواياتي قراءة الكتب والسفر والسباحة اسمم كارلا لقبim ريفيرس yoshim 24 Britaniyalikman London shahridanman ya'ni meni jinsim britaniyalik ana ustoz men ustozaman Jinsim emas, anaqa. Millatimi? Mening jinsim Jinsim men millatim. ustozaman millatim britaniyalik ya'ni ana uallimu lug'atal ingliziyata man dars beraman ya'ni ingliz tilidan Hivoyati qiziqishlarim, mani hobbilarim kitob o'qishlik, safar qilishlik va suzishlik. Yaxshi, zo'r. Hop. Yana shu e'tibor beradigan taraflarimizdan biri, muzoriy fe'lida men biror narsani qilaman deb kelgan paytimizda qanday hamza ishlatilar ekan? Qat'iymi ustoz? Qat'iy, ha. Atakallamu, uallimu. Hammasida demak qat'iy hamza ishlatyapmiz. She'rgachamida? Xo'p. Mana shu Yaxshi. yergacha. Ha, uslubda demak nima qilamiz desa, mana bugunni o'zida 12 bet o'qidik, masalan. Keyin yana 12 bet, 12 bet, 15 bet shunaqa atrofida doim yuraveradi. Sizda nima bo'ladi? Odat shakllanadi. Kun davomida qancha o'qish? O'rtacha 10 dan 20 betgacha o'qish odat shakllanadi. Keyin yana biz takrorga beramiz. Masalan, bugun bu darsni o'qib bo'ldik, yangi vazifani olganinglarda buni takrorlab kelasizlar. Takrorlash qanaqa bo'ladi desa, uyda bulardan har bittasini tarjima qilib keldinglar-ku. Endi tarjima qilmaysizlar. Endi shunchaki ochasiz, boshidan qarab, marhaban, ahlan, ism, al-an, shukron, muallim, tabib, shurti, talib, sodiq, aqiba. Shu so'zni esimdan chiqarib qo'ydim. Chizib ketaman bo'ldi. Lug'atga qarashingiz ham majburiy emas. Bu o'rinda lug'atga qarash ham majburiy emas. Shunchaki chizib ketasiz. Nimaga desa, keyingi takrorlaringizda yana qaytasiz-ku shu joyga. Mana shu so'zni o'tgan safar eslolmadim deysizda, o'ylaysiz, ya'ni eski kelib qoldimi yo'qmi?
tushunarliga. Tez-tez qilib ketasizlar, vaqtdan yutqazmaslik uchun. Bahr, baid, qarib, bayd, kayfa hal. Mana shunaqa har bittasini bitta takror qilib chiqib qo'yishcha, mana aytaylik birinchi vazifani o'zini bitta takror qilib chiqib qo'yishcha, o'qish tezligi bilan bog'liq u. O'rtacha 10 minut ketadi. 10 minut. Lekin 10 minutda siz nima qilgan bo'lasiz? Kamida bir 500 ta so'z o'qib chiqqan bo'lasiz. Tez-tez. Nima bo'ladi? O'sha aytganimizdek, tez o'qish odati hosil bo'ladi va siz lug'at yodlashga qiynalmaysiz. Lug'at yodlashga qiynalmaysiz, chunki sizni ko'zingiz qayta-qayta ko'raverib mana shu lug'atlarni o'zi eslab qoladi. Buni murojaat uslubi deyishadi. Misrda keng tarqalgan. Ya'ni bizga o'xshab sanoq bilan emasdek, qaytarish bilan takrorlash. Va bu o'zi Ta'limul Mutalim kitobida bu narsa kelgan. Ilm olish sirlarida. Bir narsani o'rgandingizmi, ertasi kuni 5 marta, undan keyingi kun 4 marta, undan keyingi kun 3 marta. Mana shunaqa takror qilib keting deyiladi. Bitta takror qilib qo'ysanglar bo'ldi. Go'yoki o'qigan narsalarni yaxshilab jamlab olgan bo'lasizlar. Bu narsa masalan biz imtihonlarda ham ishlatamiz. Aytaylik, imtihonga tayyorlanyapsiz tarix fanidan. Tarix fanidan tayyorlanadi 10 ta demak 10-11-sinfgacha bo'lgan kitoblarni o'qiydi shu 5 dan boshlab. Keyin oxirida nima qiladi? Oxirida jadvallar, diagrammalar bilan jamlab oladi. Yaxlitlar. Biz ham go'yoki xuddi o'qigan narsamizni bitta yaxlitlab olgandek bo'lamiz. Va bu takror qayta-qayta ketaveradi. Mana shu A1 kitobni o'zini tugatguninglarcha, bir marta o'qib tugatguninglarcha oxirigacha kamida yana 3-4 marta takror o'qib chiqqan bo'lasizlar. Bu degani 132 betmidi? 131 ekan. 131 betni taxminan 5 marta o'qiganingizda ham qancha bo'ladi? 500, 650. O'rtacha 500-600 bet narsani o'qib qo'ygan bo'lasiz va uni 4 marta qildingiz deylik. Shunda qancha bo'ladi? 500 bet 4 marta desangiz 2000-2400 bet atrofida bo'ladi. U ko'ringanda qo'rqinchli eshitilishi mumkin, lekin qilsa bo'ladigan narsa-da va oddiy narsa. Va o'ta ham zeriktirib yubormaydi. Masalan, hozir men sizlarga mana shu bitta betni matnni bersam, 30 tadan sanoq qilinglar har bitta matnni desam, nafsga og'ir keladi. Nima kerak, nima zaril deb oladi. Lekin o'sha oralatib takrorlasak, ham zehnga foyda. O'sha hozirgi kunda olimlar isbotlayotgan sistematik takrorlash bor-ku uslubi. Nechidir marta har haftada takrorlash kerak, keyin har oyda takrorlash kerak, keyin har yilda takrorlash kerak. Mana shunaqa darajada qilib qo'yishyapti-ku. Mana shuni o'rnini bosib beradi. Va sizda puxta boshlang'ich bilim bo'ladi. Eng muhimi shu. Masalan, mana shu birinchi matn, mana ko'zimiz oldida turgan matn, Miftah kitobida A1 darajadagi matn, to'g'rimi? A1 darajami shu? A1 daraja. Endi mana shu matnga qarab turib savol beringlar o'zingizlarga. Men shunaqa gapira olamanmi? Ha, deysizlar albatta. Lekin xuddi shunaqa tartib bilan qoqilmasdan bemalol gapira olamizmi? O'zingiz haqingizda gapirib bering desa. Masalan, imtihonga kirdingiz, savol tushib qoldi. O'zingiz haqingizda gapirib bering desa, xuddi shunaqa ismi Abdulloh, laqabi Dulaymi, ana min al-Iraq, madinati Baghdad. عمري 26 سنة. أنا مهندس هوايات الموسيقى ورياضة كرة القدم. أتكلم اللغة العربية والإنجليزية وقليلا من الفرنسية. shunaqa bemalol ravon gapirib beramiz? Yo'q, ikkilanib ismi Abdulloh, ana deb turaveramiz shunaqa. Eng muhimi nima desa, xolaqa. Eng muhim narsa bu ravonlik. Masalan, ba'zi bir odamlarni eshitasiz, shunaqa gapiradi, o'ta kuchli til egasi deb o'ylaysiz-da, lekin u shunchaki o'sha yerda yurib o'rganib olgan bo'ladi. Internetda videolarni ko'rganmisizlar? Siz gapiring, men siz qaysi tilda gapirayotganingizni topaman deydi. Ko'rganmisizlar shunaqa videolarni? Poliglotlar chiqib ketgan. Ko'chada yuradi-da, videoga olib,
Gapiring, men sizni tilingizda gapira olamanmi, ko'ramiz. 15 ta 20 ta tilni o'rganib olishadi. Va qanaqa qilib 15 ta 20 ta tilni o'rganish mumkin desiz? Eng asosiy 100 ta so'zni o'rganib oladi, bo'ldi. Dialogda ishlatiladigan 100 ta so'zni. Bo'pti, mayli. Mayli, boring 500 tasini o'rgansin. Lekin biz ko'rdik-ku o'sha diagrammada. Suhbatimizni asosi 50% tashkil qiladi 100 ta so'z. 80% 1000 ta so'z tashkil qiladi. Eng ko'p uchraydigan so'zlar. Bu degani siz 100 ta so'z bildingizmi, uncha-muncha gaplashasiz. Har qanaqa tilda. Har qanaqa tilda gaplasha olasiz. Eng ko'p ishlatiladigan so'zlarni bilib olsangiz bo'ldi. Demak, ravon gapirish uchun o'ta ko'p so'z bilish kerak emas, balki mashq bo'lish kerak. Ravon gapirish uchun nima bo'lish kerak? Mashq bo'lish kerak. Tushunarli-a? O'shaning uchun sizga har qancha bu boshida oson ko'rinmasin, yengil tuyulmasin, puxta qilinglar. Va bu bizga bitta imkoniyat. Aytanga nimaga desa, mana bunaqa narsa bor-da. Aytaylik, bir kishi qo'shiq kuylamoqchi. Qo'shiq kuylamoqchida ovozini go'zallashtiraman desa, so'zlarga e'tibor esdan chiqib qoladi. Endi so'zlarga e'tibor qarataman desa, ovozini go'zallashtira olmaydi. Masalan, har xil maqomlarda kuylamoqchi, kuylay olmaydi. Ashulachilar masalan. O'shaning uchun qachon inson bemalol har xil ko'rinishlarda o'sha qo'shig'ini aytib bera oladi desa, birinchi sharti nima bo'lish kerak ekan? Matn yod bo'lish kerak. To'g'rimi? Matn yod bo'lish kerak. Keyin matn yod bo'lgandan keyin har qanaqa narsa qilaveradi o'zini ovozi bilan. Chunki xayoli matnda bo'lmaydi-da. Bir vaqtning o'zida ikkita narsani nima qilmaydi? O'ylamaydi. Chunki bizning miyamizga garchi ba'zi insonlar qila olsa ham multitasking deyiladi. Ya'ni bir vaqtning o'zida bir nechta ish qilish nima ekan? Zarar va qiynaydi miyani. Endi hozir masalan bu lug'atlarni ko'rganda, bu matnlarni ko'rganda nima deb o'ylaymiz biz? Oson tez qilib tashlayman deymiz. Lekin Izmir so'zida qat'iy hamzami vasliymi? Vasli. Qat'iy hamza ekan. Mana Turkiya Madinada Izmir deb ketdi. Mana shunaqa, ya'ni biz odatda e'tibor qilmaydigan narsalarimizga endi e'tibor qaratib o'qishimiz kerak. Va buni biz qachon qila olamiz? Agar ham o'qishda, ham lug'atda qiynalsa, endi bu joylarga e'tibor bera olmaymiz-da. Lekin lug'at bilan o'qishda qiynalmaydigan bo'lsak, noodatiy joylarga nima qila olamiz? E'tibor qaratib chuqurroq o'rgana olamiz. O'shanga demak qarashinglar kerak.